Ko'rinishi qimmatbaho, lekin oson tayyorlanadigan qarsildoq baqlajonlarni tayyorlaymiz. Bitta katta baqlajon ikkita porsiya salatga yetadi. Katta to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz va tovoqqa solib, ustidan tuz sepib, suv quyib, klyar tayyor bo'lguncha olib qo'yamiz bir chetga. Bu orada klyarni tayyorlab olamiz. Bizga hozir videoda ko'rsatilgandek tempura mix uni kerak bo'ladi, bozorlarda sotadi. Buni kerakli miqdorda solib, ustidan suv quyib, xuddi blinchik xamiridek suyuqlikda tayyorlab olamiz. Mana shunaqa qilib vinchikda aralashtirsanglar, komochka bo'lib qolmaydi. Va baqlajonlarimizni suvidan olib, belab olamiz klyarga. O'rtacha qizigan yog'da qovurib olamiz, qizartirib. Iloji bo'lsa ko'proq yog'da qovurish kerak, ko'mib turadigan. Shunda hamma tarafi bir xilda pishadi. Sousi uchun sladkий chili va teriyaki sousi kerak bo'ladi. Bozorda sotadi uni ham. Idishimizga olamiz. Iloji bo'lsa salfetka ustiga olinglar. Dasturxonga tortishdan oldin men iceberg karamni tarelkaga maydalab oldim. Rukola ham yaxshi chiqishadi baqlajon bilan. Va sladkий chilini kerakli miqdorda solib aralashtiramiz. Tarelkaga salat bargi yoki rukola ustiga solib, xohlasanglar shart emas, solib ustidan teriyaki sousini quyib chiqamiz. Ustiga xohlagan yong'og'inglardan sepib chiqsanglar bo'ladi. Men keshu yong'og'ini maydalab ustiga sepib yubordim. Iloji bo'lsa cherry pomidorini ishlatsanglar yaxshi bo'ladi. Men katta pomidorni kesib chetlariga bezatib chiqdim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Menga obuna bo'lish, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Komment ham kutaman sizlardan.